Assalomu alaykum. Bugungi seminar ishtirokchilari, Zoom'dagilarga ovozimiz eshitilyaptimi? Assalomu alaykum. Eshitilyapti. Eshitilyapti, eshitilyapti. Assalomu alaykum. Demak, Polimer kimyosi fizikasi instituti professor ustozlarimiz tomonidan tashkil qilingan navbatdagi seminar ma'ruzasi bo'lib o'tadi. Demak, seminar ma'ruzachimiz Ashur Nurbek Shodiyevich bo'ladi. Demak, ular bugun ma'ruza kimga qiziqtirgan savollar bo'lsa berishlari mumkin. Hozir navbatni ma'ruzachiga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum ustozlar, hamkasblar. Ruxsatlaringiz bilan men bugungi mavzumiz, ya'ni polimerlar, nanostrukturali polimerlar nanostrukturali polimer sistemalarining o'ziga xos xususiyatlarini mikroskopiya usulida tadqiq qilishni ko'rib chiqamiz. Seminar mavzumiz, ya'ni unda ho'p, bu bilamizki, nanostrukturali sistemalarni tadqiq qilishda asosan metodlarni ikkita asosiy sinflarga ajratishimiz mumkin. Bu bevosita ko'rib tekshirish mumkin bo'lgan usullar va bilvosita tekshirish mumkin bo'lgan usullar. Bugun biza asosan mikroskopiya usullarini ko'rib chiqamiz va mikroskopiya usullari bu optik mikroskopiya, skanerlovchi elektron mikroskopiya, просвечивающий elektronniy mikroskopiya va atom kuchlanishli mikroskopiya usullarini bugun ko'rib chiqamiz. Va bu bilamizki, insoniyat rivojlanishi tarixini qaraydigan bo'lsak, insoniyatda o'zi mayda zarrachalarni o'rganish ehtiyoji vujudga kelganligi sababli bu inson keyin o'shalarni ko'rishga, har xil asbob uskunalar yaratishga harakat qilingan va 1590-yilda ko'zoynak ustalari Yansen va uning o'g'li Zahari Yansenlar birinchi bo'lib linzani yaratishadi va bu optik mikroskopiyaning tarkibiy qismlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Undan keyin Galiley linza bilan shug'ullangan, undan keyin Drobel va bu Robert Kochning ilmiy ishlanmalar to'plamini nashr qilgandan keyin ancha keskin turtki oladi va rivojlanishni boshlaydi. Ya'ni Robert Koch o'zining mikrografiya ilmiy ishlar to'plamida birinchi bo'lib fanga hujayra terminini kiritadi va unda mikroskopiya usullarida tekshirish haqida gapirib o'tadi va bundan keyin Leeuwenhoek o'zining birinchi eng sodda optik mikroskopini yaratadi va bir hujayrali hayvonlarni tekshiradi. Lekin bu usullarni rivojlanish tarixini qaraydigan bo'lsak, ya'ni optik mikroskopiya usullarida ularning ajrata olish qobiliyatining chegaralanganligi tufayli elektron mikroskoplar ham ishlab chiqiladi va 1931-yilda Ernst Rusko tomonidan birinchi просвечивающий elektronniy mikroskop ishlab chiqiladi. Va bundan keyin 1938-yilda Ardeni tomonidan skanerlovchi elektron mikroskop ishlab chiqiladi va bu mikroskoplar keyinchalik yana modifikatsiya qilinadi va Ernest Rusko 1986-yilda Nobel mukofotiga sazovor bo'ladi. Va 1981-yilda Gerd Bening tomonidan tunnelli mikroskop kashf qilingan va bundan keyin yana modifikatsiya qilinib, chunki tunnelli mikroskopda asosan o'tkazgich materiallar tekshirilganligi uchun bundan keyin yana o'sha sistemani modifikatsiya qiladi va 1986-yilda atom kuchlanishli mikroskopini ham ishlab chiqiladi va
Gerd Benning ham Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan e, olimlardan hisoblanadi. Bu demak asosan polimer sistemalarini strukturasini o'rganish jarayonida asosan ularni to'rtta sinfga ajratishimiz mumkin. Ya'ni darajaga bu molekulyarniy уровень, bu ya'ni angstremdan nanometrgacha bo'lgan diapazonda bunda makromolekulalarning konfiguratsiyasi, konformatsiyasi, zanjir ya'ni makromolekulyar zanjir tuzilishlari haqida informatsiya o'rganishi mumkin. Bundan keyin nanostrukturaviy daraja, bunda 1 nanometrdan 200 nanometrgacha bo'lgan sohani o'z ichiga qamrab oladi. Bunda kristal lamellar, amor qatlamlarning qalinligi, domen strukturalarini tekshirishimiz mumkin va undan keyingi уровень bu mikrostrukturali уровень bo'lib, bu 100 mikrometrgacha bo'lgan diapazon kiradi va bunda asosan sferalitlar, fibrillar strukturalar va ularning g'ovotlik darajalarini tekshirishimiz mumkin va makro уровень bu millimetr santimetrli diapazondagi orientatsion uchastkalarini ko'rishimiz mumkin, ya'ni teksturalarda. Mana bu to'rtta asosiy уровеньlar, ya'ni darajadagi strukturalar polimer sistemalarining ekspluatatsion xossalarini asosan baholash imkoniyatini beradi. Endi optik mikroskopni oladigan bo'lsak, endi optik mikroskop bu asosan barcha mikroskoplarga xos bo'lgan asosiy narsalari bu yorug'lik manbai, ya'ni yorug'lik manbai va okulyar, obyektiv va diafragmadan iborat barcha optik mikroskoplar shu asosiy 4 ta qismdan iborat bo'lib, bundan tashqari bu sistemalarni mexanik qismlari mavjud, tubus va uni obyektivni ushlab turadigan revolveri, ya'ni bu obyektivni bevosita tez almashtirish imkoniyatini beradi. Buni ya'ni optik mikroskoplarda ajrata olish qobiliyati Rele kriteriyasi bilan baholanadi va u maksimalniy ya'ni chegarasi 200 nanometrgacha hisoblanadi. Ya'ni bu yerda to'lqin uzunligi, ya'ni ko'rinuvchi soha asosan 380 nanometrdan 780 nanometrgacha diapazonda bo'lib, bu diapazonda to'lqin uzunligidagi asosiy yana kattaliklar bu yerda apertura soni hisoblanadi. Obyektiv va kondenser linzalarning apertura soni ning qiymatiga qarab turib uning ajrata olish qobiliyati baholanadi. Bu yerda apertura soni asosan bu sindirish ko'rsatkichi bilan apertura burchagining ko'paytmasidan hisoblanadi. Ya'ni optik mikroskopiya usulida quyidagi parametrlarni, ya'ni baholash imkoniyatiga ega. Agar zarrachaning shakli aniq bo'lmasa, uni quyidagi kattaliklar orqali baholash mumkin. Bu yerda asosan polarizovanniy mikroskop bilan просвечивающий holatdagi rasmi keltirilgan. Xo'p, optik mikroskoplarda yana olingan namunalarda zarrachalarning o'lchami, ularning shakli va perimetri bo'yicha ularda taqsimoti ham o'rganilishi mumkin va bu ya'ni optik mikroskoplarda o'zini programma ta'minotida bu nima deydi, imkoniyatlari mavjud va ularni agar faqatgina bu yerda ajrata olish qobiliyati bu rasmda, ya'ni olingan suratlardagi kontrastga bog'liq bo'ladi va kontrast qancha yuqori bo'ladigan bo'lsa, unda bu parametrlar, ya'ni taqsimot funksiyalarini aniqlash imkoniyati ancha yuqori bo'ladi. Bu yerda bevosita optik mikroskopda kristallarning o'sish jarayonini ham tekshirish mumkin. Ya'ni bu yerda tuzda, ya'ni konsentrlangan tuzda erituvchining
bug'lanishi hisobiga kristallarda o'sish jarayoni keltirilgan. Buni bevosita, ya'ni bu holat orqali, ya'ni sistemadagi kristallarda o'sish jarayonini vaqtga bog'langan holatini tekshirish mumkin va bu kristallizatsiya jarayonini baholash imkoniyatini ham beradi. Bundan tashqari, optik mikroskoplarda quyidagi asosiy parametrlarni o'lchash mumkin. Bu yerda bo'kish jarayonini tekshirish mumkin, erish jarayonini tekshirish mumkin. Bundan tashqari deformatsiyaga uchrashishini tekshirish mumkin. Lekin bu jarayonlarni tekshirishdan tashqari bularda asosiy quyidagi parametrlarga e'tibor qaratish kerak. Ya'ni ularning kontrasti, agar ikkita bir xil polimer aralashma bo'lsa, shaffoflik darajasi bir-biriga yaqin bo'ladigan bo'lsa, ularni kontrastirованиy qilish kerak yoki ularni bittasini travleniya orqali tekshirish mumkin, ya'ni kontrastirованiyni oshirish mumkin. Yoki bundan tashqari bu yerda ikkita rejim ham mavjud, ya'ni temnopoli rejim va svetlopoli rejim deyiladi. Ya'ni yorug'likni bevosita o'tgan nur orqali tekshirish mumkin yoki yorug'likni sochilishi orqali tekshirish mumkin metodlar hisoblanadi. Bunda yorug'likni sochilish usulida tekshirilganda, unda чувствительность, agar plyonka, ya'ni tonki nozik plyonka bo'ladigan bo'lsa, uni yorug'likni temnopoli rejimida tekshirish yuqori kontrastlarni yetishga olib keladi. Lekin men bu optik mikroskoplarda ajrata olish qobiliyatining chegaralanganligi tufayli keyinchalik bu просвечивающий mikroskoplar ishlab chiqilgan va просвечивающий elektron mikroskoplarda ham zarrachalarning shakli, o'lchami, ularning qalinligi, ularning nadmolekulyarniy struktura tuzilishi va ularning taqsimoti, morfologiyasi o'rganilishi mumkin. Ya'ni buni sababi, ya'ni asosiy o'zi elektron mikroskoplarda to'lqin uzunligi, ya'ni bilamizki, har qanday zarracha o'zining to'lqin uzunligiga ega, ya'ni De Broglie nazariyasi bo'yicha bunda elektronlarning to'lqin uzunligi quyidagi formula bilan aniqlanadi. Ya'ni bu qo'yilgan kuchlanishga bu yerda relativistik nazariya ham e'tiborga olingan va quyidagi formula bilan aniqlanadi. Ya'ni agar bizda 200 kilovolt kuchlanish beradigan bo'lsak, to'lqin uzunligi unda 0,2,5 angstremgacha to'lqin uzunligi shunga teng va uning ajrata olish qobiliyati 0,15, ya'ni 1,5 angstremgacha tushishi mumkin. Asosiy bu просвечивающий elektron mikroskoplarda asosiy o'zi kattaliklar, yana bu yerda ham yorug'lik manbasi sifatida bu yerda elektron manbalari hisoblanadi. Bu elektron manbalari asosan 4 ta 3 xil katod bu yerda keltirilgan, ya'ni wolframoviy katod, bu TEP deyiladi yoki termoemissionniy elektronniy puchok chiqarishga asoslangan va bundan tashqari lantanoid geksabaritniy katod va avtoemissionniy katodlar parametrlari keltirilgan. Bu yerda asosan mikroskopda ajralib chiqayotgan elektronlarning stabilligi, ya'ni tok zishligining stabilligi juda muhim va parametrlardan biri hisoblanadi va uning yana nima deydi, intensivligi ham muhim hisoblanadi tekshirish jarayonida. Asosiy yana просвечивающий elektronniy mikroskoplarda bu yerda ham 2 ta kondenserli linza, obyektiv linza va 3 ta proyeksionniy linzalardan iborat bo'lib, bu tasvirni hosil qilishda muhim rol o'ynaydi. Ya'ni elektron bilamizki, dastasini
oddiy optik linzalarda fokuslar bo'lmaydi. Bu yerda elektromagnit fokuslar mavjud. Yuqori yechimli просвечивающий agar elektron mikroskop bo'ladigan bo'lsa, u yerda elektromagnitlarning ko'p polyusli linzalari ishlatiladi. Bu yerda goniometrlar keltirilgan, har xil, ya'ni sistema tekshirilayotgan polimer namunalari agar issiqqa yoki sovutish kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi goniometrlardan tanlab, ya'ni ishlatiladi. Ya'ni polimer sistemalarini bu, ya'ni просвечивающий elektronli mikroskopda tekshirish uchun asosiy qadamlardan biri bu namunalarni tayyorlash hisoblanadi. Namunalarni tayyorlash jarayoni ham bir necha bosqichlardan iborat. Shulardan birinchisi bu поддерживающий setka deyiladi, ya'ni ushlab turuvchi o'tkazuvchan materialdan tayyorlangan, ya'ni ko'proq mis materialdan tayyorlangan setka hisoblanadi. Diametri 3,5 millimetrli mis setka, ichida 250 dan 300 gacha yaqin mesh bo'ladi, ya'ni teshikchalarning soni. Va bu setkaga keyin ustiga образецni, ya'ni namunani ushlab turuvchi поддерживающий plyonka, ya'ni ushlab turuvchi plyonka yotqiziladi. Bu plyonkalar asosan organik yoki neorganik bo'lishi mumkin. Organik plyonkalardan eng ko'p ishlatiladiganlaridan biri bu kolloidoviy plyonka deyiladi yoki nitrat sellyulozaning amilositatdagi eritmasi. Bu qo'yilayotgan plyonkaning qalinligi Ardeni formulasi orqali aniqlanadi. Bu keltirilgan formula, ya'ni Ardeni jadvali ham bor. Bu har bir quyilayotgan konsentratsiyaga qarab turib qatlamning qalinligini boshqarish mumkin. Bundan tashqari bu ushlab turuvchi plyonkalarga quyidagi shartlar, ya'ni qo'yiladi. Birinchidan, bu поддерживающий setkalar katta bosim va temperaturani o'zgarishlariga chidamli bo'lishi kerak va elektron bilan namuna nurlantirilgan paytida yirtilib ketmasligi kerak. Plyonka ushlab turish kerak, ya'ni destruksiyaga uchramasligi kerak. Bundan tashqari, bu plyonkalarda o'zining ma'lum strukturasiga ega bo'lmasligi kerak va bu plyonkalarning qalinligi barcha joyda bir xil taqsimlangan bo'lishi kerak. Keyin bu plyonkalar tayyor bo'lgandan keyin namunalar quyidagi 3 ta yoki bu yerda 3 tasi keltirilgan. Bundan tashqari yana yo'llar bor. Asosiy suspenziya usuli deyiladi, ya'ni suspenziya usulida ham namuna olinib suyuqlikda ultrazvukoviy dispergator, ya'ni ultra tovushli dispergator yordamida parchalanadi va suspenziya holatga keltirilib поддерживающий plyonkani ustiga yotqiziladi. Bu yerda ya'ni suspenziya hosil qilayotgan suyuqlikning ham o'ziga xos shartlari mavjud. Ya'ni bu asosan bu suyuqliklar tez bug'lanib ketishi kerak. Keyin sirt taranglik koeffitsiyenti kichik bo'lishi kerak. Bundan tashqari bu suyuqlik bizlarni ushlab turuvchi plyonkamizni eritmasligi kerak. Ya'ni agarda sirt taranglik koeffitsiyenti katta bo'ladigan bo'lsa, suspenziyani bitta joyga yig'ib qo'yadi, ya'ni aglomeratsiya bo'ladi. Biza tekshirish da qiyinchilik tug'diradi. Keyingisi, agar bizlarda tekshirayotgan obyektimiz katta bo'ladigan bo'lsa, ya'ni buni ustidan replika olib tekshirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni replika ham ikki xil turga bo'linadi. Bu одноступенчатый yoki bir bosqichli va ikki bosqichli replika olish usullari mavjud. Bunda ham namuna ustida oksid qatlam hosil qilib olish mumkin yoki polimer qatlami, ya'ni plyonka tayyorlanib, polimer orqali uni
отпечаткasi olinadi va отпечатка olingandan keyin ustiga uglerod bilan metal satna shinasida sepilib, keyin bu olingan replika tekshiriladi. Agarda bundan tashqari yana ultra tonki srez usuli ham mavjud. Agarda bizlarda tekshirayotgan namunamizda qatlam, ya'ni bunda ultra mikrotom yordamida buni srezi olinadi. Buning uchun asosan obyektimiz epoksid smolasida yoki o'shani mustahkam ushlab turadigan polimer sistemalariga qotiriladi va undan piramidkaga salib ultra mikrotom yordamida srezlar olinadi va bu srezlarni o'lchamlari keyin tekshiriladi. Bu srezlar olinayotganda asosan almazni yoki shisha pichoqlar ishlatilishi mumkin. Ya obyektimizda namunani boyasiga qarab turib. Ya'ni bu qo'yilgan namunalarni kontrastini oshirish uchun undan keyin, ya'ni qo'yilgan namunalar поддерживающий plyonka ustida turgandan keyin ustiga kontrastirование qilinadi. Kontrastirование bu Bredli usulida olib boriladi va bunda uglerod va platinaning 85 ga 15 nisbatida qo'yib sepiladi. Va uning sepilayotganda biz bu sistemaning balandligini ham tekshirmoqchi bo'lsak, ya'ni zarrachani o'lchamini balandlik bo'yicha tekshirmoqchi bo'lsak, napleniya qilinayotgan sistemaning burchagini aniq bilishimiz kerak va bu orqali biz zarrachani o'lchamini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Qanday o'tkazaman? Sarvar o'tkazib yuboring. Keyinchisiga. Men bu yerda sistemani, ya'ni o'sha zarrachani 45 gradus burchak ostida napleniya qilinib, bu zarrachalarning balandligi o'lchangan, ya'ni bu yerda keltirilgan o'sha zarrachalarning o'lchamlari. Xo'p, asosan demak, просвечивающий elektronli mikroskoplarda quyidagi parametrlarni tekshirish mumkin. Ya'ni bu yerda mikrorelyeflardan tashqari bularni kristallarni tuzilishlarini ham tekshirish mumkin. Bu yerda ham просвечивающий elektronli mikroskopda ham temnopoli va svetlopoli rejimi mavjud. Ya'ni bu rejimlarda ham asosiy qulayligi, agar temnopoli rejimda ishlaydigan bo'lsa, unda difragirованный elektronlar hisobiga ishlaydi va razresheniyasi oshadi. Chunki bu yerda obyektdan sochilgan nurlarni yig'adi, ya'ni o'rtadan pryamoy o'tayotgan elektron dastasiga to'sib qo'yiladi va chetdan sochilib o'tayotgan, ya'ni difraksiya qilgan elektronlar hisobiga bo'lganligi uchun bu yerda razрешение способности ortadi va uni kristallarning orientatsiyasi, kristallarning tuzilishi, orientatsiyalarini o'rganish mumkin. Hozirgi kundagi yuqori yechimga ega bo'lgan просвечивающий mikroskoplarda ham просвечивающий qismi ham difragirованный qismi qo'shilib interferensiya qilinib, keyin tekshiriladi va yuqori ajrata olish qobiliyatiga bo'lgan sistemalarni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari polimer sistemalardagi lamellar strukturaning qalinliklarini ham просвечивающий elektronli mikroskopda aniqlash mumkin. Va bundan tashqari atomarniy strukturalarni ham hozirgi kunda aniqlash imkoniyatiga ega. Keyingi bu skanerlovchi elektron mikroskop, ya'ni bilamizki, elektron nur yoki dastasi namunaga tushgan paytda quyidagi asosiy hodisalar ro'y beradi. Ya'ni skanerlovchi elektron mikroskopda asosan вторичный elektron bilan обратный рассеяние, ya'ni qilgan elektronlar hisobiga ishlaydi. Lekin detektor bo'ladigan bo'lsa, EDS sistemasi bo'ladigan bo'lsa, bu rentgenskiy izluchение hisobiga moddadagi element analizini qilishimiz mumkin. Bu yerda ham
sistemamizning quyidagi parametrlarni aniqlash imkoniyatini beradi. Zarrachalar o'lchami, shakli, ularning taqsimoti, nadmolekulярный strukturasi va element analizini qilish mumkin. Bu yerda asosiy skanerlovchi elektron mikroskoplarning asosiy qurilmalari keltirilgan va bu qurilmalarning ham har bittasini nima deydi? Tuzilishi, ya'ni просвечивающий elektron mikroskop bilan bir-biriga yaqin, faqat o'tgan nurda emas, qaytgan yoki вторичный elektron hisobiga ishlaydi. Bu yerda ham kondenserli linzalar asosan o'sha chiqayotgan manbadan chiqayotgan elektron dastasini fokuslab berishga qaratilgan va undan keyin proyeksionli linzalar asosiy tasvirni hosil qilishga yordam beradi. Xo'p, bu yerda skanerlovchi elektron mikroskop yordamida tasvirlarni hosil qilish jarayoni keltirilgan, ya'ni qadamma-qadam. Bu yerda kapalakning qanotini strukturasi keltirilgan. Yana bundan tashqari skanerlovchi elektron mikroskop yordamida agar zarrachaning 3 o'lchamli strukturasini ham hosil qilish mumkin. Ya'ni har xil burchak ostida snimka qilinib, uni quyidagi formula bilan rashyot qilinadigan bo'lsa, uning 3 o'lchamli razmerini aniqlash mumkin. Asosiy tasvirlarni hosil qilish jarayonida bu agar polimerimiz ko'proq yengil elementlardan tuzilgan bo'lganligi uchun kichik kuchlanishlarda ham yuqori kiruvchanlikka ega bo'ladi va bu yerda kichik kuchlanishli ya'ni tezlashtiruvchi kuchlanish yordamida elektron nur dastalarining namuna tarkibiga kirib borish keltirilgan va bu har bir soha o'zini ma'lum bir nima deydi, imkoniyatlarni ko'rsatilgan. Asosan mana вторичный elektronlar tepa qismida ajralgan, ya'ni bundan tashqari bizga kerak bo'ladigan elementning analizimiz mana bu rentgenskiy izluchение, ya'ni rentgen izlucheniyasida keltirilgan. Xo'p, bu yerda elementning analiz qanday qilib borishi keltirilgan. Quyidagi ya'ni imkoniyatlari mavjud. Bu yerda ham mikrorelyeflarini, zarrachalar o'lchamini, ularning fazalar farqini aniqlash imkoniyatiga ega va quyidagi narsalarga e'tibor qaratish kerak. Ya'ni sistemada agar nima deydi, katta og'ir elementlar bo'lmaydigan bo'lsa, ускоряющий напряжениeni kamroq qo'ygan ma'qul. Bundan tashqari nima deydi, ustdagi ya'ni o'sha o'tkazuvchi qatlamni aniq qo'ygan ma'qul, chunki agarda zaryad to'planadigan bo'lsa, elektron dastagiga qo'shimcha artefakt paydo qiladi va uni hosil bo'layotgan tasvirlarni искажение beradi. Keyingisi bu atom kuchlanishli mikroskopiya usuli, ya'ni bu usul, ya'ni narigi usullardan farqi bu yerda elektron dastasidan emas, bevosita igna yordamida obrazesda, ya'ni namunani sirtini o'rganadi va bundan tashqari, sirtidan tashqari uni sistemani fazaviy analiz qilish mumkin. Mexanik xususiyatlarini, elektr xususiyatlarini ham o'rganish mumkin. Bundan tashqari funksional gruppalarni ham o'rganish imkoniyatlariga ega. Bu asosan o'zaro ta'sirlari Van der Waals o'zaro ta'siriga asoslangan, ya'ni bu yerda Lennard-Jones potensiali keltirilgan va bu asosan kantilever bilan namuna o'rtasidagi o'zaro ta'sirni xarakterlaydi va bilamizki, bu asosan Morze grafiki yordamida
keltiriladi. Bu atom kuchlanishli mikroskopning asosiy sxemasi, ya'ni tuzilishi. Bu yerda peza skaner mavjud. Peza skanerimiz bu peza elementga biz agar ma'lum tok beradigan bo'lsak, u o'zining shaklini o'zgartiradi. Ya'ni shunga asoslangan. Ya'ni bu yerda обратный связь, ya'ni teskari bog'lanish mavjud bo'lib, qo'yilgan kuchlanishni boshqarish orqali bizlar peza elementni deformatsiyasini boshqaramiz va bu orqali bizlar sistemani topografiyasi chizib chiqiladi. Ya'ni bu yerda kantileverga lazer nuri qo'yilgan. Lazer nurini asosiy fotodiodni sentriga yustirovka qilinadi va agar kantilever egilgan paytida lazer nuri, diodga tushayotgan lazer nuri x y o'qi bo'yicha siljiydi va natijada bu o'sha x y z o'qi bo'yicha qiymatlarini yozib chiqadi. Skaner kadr straka qilib yozib chiqadi. Men bu yerda asosiy nima deydi? Rejimlar haqida keltirilgan. Bu yerda rejimlar asosan o'zi 3 ta asosiy rejimlarga bo'linadi. Ya'ni polikontaktli rejim, kontaktli rejim, beskontaktli rejimlarga bo'linadi. Bu rejimlar orqali sistema o'rganiladi. Ya'ni bu Morze grafik keltirilgan. Ya'ni bu Morze grafikidagi kontaktli rejim bu demak itarishsh kuchiga qo'yilgan bo'lsa, bu polikontaktli rejimimiz bu umumiy sentrga qo'yiladi. Lekin bu yerda bitta narsani e'tiborga olish kerakki, bu polikontaktli rejimda rezonans chastotasi yuqoriroq bo'lgan kantileverlarni ishlatgan ma'qulroq. Chunki kontaktli rejimda agar tekshiradigan bo'lsak, bu yerda kantileverlarning jo'stkisi kichigi bo'lganini ishlatgan sistemani tekshirish чувствительностini oshiradi. Kantileverning biqirlik koeffitsiyenti katta bo'lganlarini polikontaktli rejimda ishlatsa ancha yuqori bo'ladi. Chunki polikontaktli rejimda bu rezonans chastotada tebranib turgan kantilever obrazes, ya'ni namuna ustida namunaga nima deydi, urib yurib chiqadi. Mexanik xossalarini tekshirish uchun atom kuchlanishli mikroskopda kuch spektroskopiyasi usuli ham mavjud. Bu o'sha sistemani borish qaytishidagi kantileverning nima deydi, o'zgarishiga qarab turib kuchini o'zgarishini yozib boradi va bu orqali sistemaning mexanik xususiyatlarini, ya'ni modul yunglarini ya'ni aniqlash imkoniyatini beradi. Bu yerda atom kuchlanishli mikroskop orqali quyidagi parametrlarni aniqlashimiz mumkin. Buni o'qib Sheraxovati, razmeri, taqsimoti, mexanik xususiyatlari. Hozirgi kunda agar Kelvin modi bo'ladigan bo'lsa, elektriskiy svoystalarini va bundan tashqari magnitniy svoystalarini ham tekshirish imkoniyatiga ega. Qasim. Xo'p, quyidagi adabiyotlarni tavsiya qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollaringiz bo'lsa, javob beringiz. Hurmatli filialda savollar bo'lsa, marhamat. Nima deysiz? O'zimizdan hozircha. Boshlayib bering.
Bizda tayyor obyekt bor. Biz u narsani tekshirishimizda birinchi nimadan o'tkazishimiz kerak? Avvalisi haqiqiy to'laqonlik biza talabga mos bo'lishimiz. Birinchi optik mikroskopdan boshlash kerak-da. Yo'q, anaqa bir namunani o'ziga qo'yiladigan talab bor. Plyonka oladigan bo'lsak ham sharoitlari ham har xil. Sizga asosan bu mikroskopiyada plyonka shaklida beriladi. Shunday. Plyonkaning o'ziga qanaqa bir talab bor? Sharoit o'zgarishi bilan qanaqa bir struktura o'zgarishi. Unda ham xos o'zgarish bo'lgan. Ha, o'zgarishi mumkin. Qanaqa bir o'zimizga standart sifatida qanaqa bir sharoit yoki plyonkaning o'zini rasmiy qarab belgilasak bo'ladi. Bitta obyektlar, misol uchun, har bir ish alohida ishlash. Lekin bitta anaqasini ko'rsatkichini aniqlash uchun olib kelganda hammasi har xil chiqishi mumkin. Shunday. Yo'l tarkibi qolgan hammasi qildi, lekin o'sha sharoit o'zgarishi bilan undagi qolsa aql qoldi. Xo'sh, agar bizlardagi imkoniyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, agar optik yoki fluoressentniy mikroskopiya yoki poliarizonniy mikroskopiya bo'lsa, unda namunani qalinligi yupqaroq bo'lsa bizga shuncha yaxshi, chunki prosvetda ishlaymiz yoki atraziyada ishlaydigan bo'lsak ham, unda atraziyada ham diffuz qaytish bo'lmasa yaxshiroq bo'ladi. Keyin poliarizonniy svetda ishlayotganimizda asosan bu yerda namunani kristal zarrachalarini ko'radi. Kristal zarrachalar ko'rganda, agar kristal zarrachalar plyonka qalin bo'ladigan bo'lsa, bir-birini ustiga tushishi mumkin-da. Sferolitlar bo'ladigan bo'lsa, sferolitlar bir-birini yopib, nima deydi, ajratish imkoniyati cheklanadi. Men bu yerda hozir bor edi va boshida agar optik mikroskop rasmi bo'yicha mana bu 5-sinida yana pastroqda ana shu yerda mana sferolitlarni rasmi poliarizonniy svetda mana bu. Agar ko'p bir joyda bo'ladigan bo'lsa, bular bir-birini yopib qoladi-da, bu ko'rinmaydi. Ajratish sferolitni razmerini aniqlash imkoniyati chegaralangan bo'lib qoladi. Shuning uchun yoki srezda yupqa srez olish kerak, yoki buni agar o'sha preslayotgan paytda konsentratsiyasini pasaytirib olish kerak. Keyin yana agar semga olinadigan bo'lsa, semdagi namunalarda asosan qo'yiladigan namuna bizlarga ustiga o'tkazuvchi qatlam qoplanishida. Keyin ichida metal zarrachalar bo'ladigan bo'lsa, metal zarrachalarda lekin освещенияsi ikki xil beriladi unda. O prosvetimiz yo'q. Keyin ASMda bo'ladigan bo'lsa, ASMda plyonkalarning sheraxovatisi kichik bo'lishi kerak. Sheraxovatisi agar katta bo'ladigan bo'lsa, biz kantileverni sindirib olishimiz. Yo'q, sheraxovatisi agar quritayotgan jarayonda temperatura gradiyenti katta bo'lib ketsa, sheraxovati yo'q bo'ladi. Temperatura sekin quritilsa, sheraxovatisi kichik bo'ladi. Bizada temarni ajratishini tushunmayman.
Semda masalan bunaqa imkoniyati qanday? Chunki semda temnopoli, svetlopoli rejim degan narsa yo'qda. PMda bor. PMda elektron puchok tushgandan keyin diffraksiya hisobiga ishlaydigan qismi ham borda. Bu diffraksiya qismi hisobiga ishlaganda bu bemalol siz aytgan o'sha har bir nima deydi kristal strukturasini ham ko'rish mumkin. Masalan, bitta element ikkinchi elementda turgan bo'lsa ham ikkalasining kristal strukturasi farq qiladi. Uni bemalol tem aniqlay oladi. Rentgenda aniqlash mumkin. Rahmat. Onlaynda qatnashayotgan seminar ishtirokchilarida savollar bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum. Savol bersak bo'ladimi? Marhamat, bemalol. Qarang, hozirgi paytda polimerlarni element tarkibi, ya'ni EDS aniqlagan paytda bir nechta muammo vujudga keladi. Aytaylik, element tarkibida aniqlayotgan paytda EDSda har nima elementlarni aniqlash oson emas. Mani holatimda mana polimer olib kelgan moddalarni EDS qilayotgan paytimda bu yerda vodorod deyarli ko'rmaydi. Uglerod biroz xatolik beradi. Shu vaqtning o'zida metallar bo'lsa muammo yo'q. Masalan, natriy, kaliy, kalsiy bor. Umumiy ulushi 700% atom massa bo'lsa, vodorod, uglerodni qanaqa hisoblasa bo'ladi bu yerda? Bizda bu metodga qo'shimcha metodimiz bor, ya'ni organik sistemalar uchun elementning analizimiz bor. Thermo Fisher, uglerod, vodorod, azot, kislorod. Shu orqali tekshirib sopоставить qilish mumkin, to'ldirish mumkin. Bu yerda EDS orqali bizda o'zi elektronning razresheniyasi 29 elektron voltda bizadiki. Bu bayon qilinmaydi-da uni, ajratilmaydi. Siz aytgandek yengil elementlar ko'rmaydi. Shunda aniqligi yuqori bo'ladi-dek, anaqasi. Tarkibini aniqlayotgan paytda. Tarkibida bizda yengil elementlarni ko'rmaymiz. Bizadagi asosan bu yog'i borgacha ko'ramiz shekilli. Bordan boshlab ko'ramiz. Bu siz aytayotgan, Oybek siz aytayotgan vodorod, uglerodlar biz bu yoqda keyin elementni analiz orqali tekshirib sopоставить qilamiz namuna. Ya'ni to'ldiramiz informatsiyani. Tushunarli. Katta rahmat sizga. Sog' bo'ling. Rahmat. Marhamat, savollar bo'lsa, zaldagilarda savollar. Takobi. Oxirida. Pastda eng oxir. Mana shu yerda. Pastda. Oxirgisi edi. Mana shu. Havas qilar. Shu yerda bizda bor yozildi. Yo'q yozildi. Yo'q, uni olish jarayonida siz silovoy spektroskopiya qilishingiz kerak. Uni keyin kantileverning qanchaga og'ayotganini, kantileverning biqirlik darajasini bilasiz, biqirligini o'shanga qarab rashet chiqishingiz kerak. Agar o'lchab bo'lingan namunada siz qaysi kantilever ishlatilganini, uning parametrlarini bilsangiz, rashet qilib ko'rish mumkin. To'shni hozir bilmasa deyadi. Chunki uni silovoy konstantasini mammografigini qilib chiqishingiz kerak-da. Mana bundan tepadasiga o'tindi. Mammografigini qilib chiqishingiz kerak-da. Bu yerda agar borish qaytishda razisa bo'ladigan bo'lsa, o'shani e'tiborga olishingiz kerak. Tangens, mana buni chiqayotgan burchagidan tangens burchagini ham topib qo'yishingiz. Yo'q, именно o'sha zarraning
yung modullarini aniqlash imkoniyatini zarracha. Rahmat. Marhamat, keyingi savol. Hozir hozir konfokalniy mikroskop bor. Konfokalniy mikroskoplarda ishlatilayotgan lazerlarni soniga qarab har xil. Keyin uni narxi ham qimmat, lekin bu masalan siz aytayotgan o'sha jarayonda kuzatib turish mumkin-da. Masalan, agar 7 ta lazerdan qo'yilgan bo'lsa, uni vaqtga зависимый qilib sinta qilish mumkin. Masalan, o'sha hujayrani kuzatib turish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'lchami nanometrda. Konfokalniy mikroskoplarga nanometrda, keyin bundan tashqari poliarizonniy mikroskoplar, kryo mikroskoplar bor. Keyin mana bu istoshniklarini shotki istoshniklari ishlatilgan mikroskoplar bor. Yani чувствительностini oshirgan высокий разрешение temlar bor. Hozir adashmasam yarim angstrimgacha o'lchaydigan высокий разрешение temlar. Marhamat. Agar plyonkani tarkibidan o'zingiz bilsangiz, u yoqni rasmga qarab taxminan uni ichidagi o'sha zarrachalar taqsimotini chiqarib bersa, u yoqni расчет qilsangiz kerak. Matematik hisob kitobi mana bu narsa o'zi qiladi matematik optikada. Masalan, men bu zarrachalarni pribord o'zi расчет qiladi. Mana agar zarrachalar, men qora zarrachalar kontrast bilan farq qilib turibdi. O'shani pribord o'ziga aytsangiz, o'zi belgilaydi. Shu zarrachadan qanchaligini mana bunaqa qilib jadval chiqarib beradi. 4-turibdi. O'sha qaysi zarrachadan qanchaligi, средний квадратный отклоненияsi qancha, qaysi распределение bo'ysunadi, hammasi bor. Optikada. Yo'q. Semda? Yo'q, semda snimkaga siz pastda o'z shkalasini ko'rsatadi, o'lchamini qo'yib berishi mumkin. Masalan, shu zarrachani o'lchami qancha desangiz, bu sirojini bunday qo'yib, shu zarrachani o'lchamini ko'rsatishi mumkin. Bor. Tamam. Marhamat, yana savollar bo'lsa, zavqidan. Assalomu alaykum.
o'sha o'rnaklar maxfiyan bo'lgan ma'lumotni yoki namoyon agar bog'liq bo'lsa ularni tasdiqlanish bilan tasdiqlanish uchun tasdiqni olish va elektron tasdiqlari yoki ularni kichikroq mashg'ulotlar sifatida ta'sir qiladi. Shu so'radi. Ya'ni to'liq tasvir olishga imkoniyati bor. Aniqroq ta'sir faqatgina ускоряющий напряжениeni oshirish hisobiga olishingiz mumkin. Chunki ускоряющий напряжение oshganda to'lqin uzunligi qisqaradi. Qancha to'lqin uzunligi kichkina bo'lsa, разрешение nisbatan yuqori bo'ladi. Agar ускоряющий напряжение katta bo'lgan bo'lsa, bu чувствительностьni oshiradi. Lekin katta ускоряющий напряжение katodni tezroq ishdan chiqaradi, shunisi. Lekin shu yerda yana silindr vinilta bilan katodni o'rtasidagi kuchlanishga ham bog'liq. Uni agar kichikroq qo'yib, tok kuchini oshirish hisobiga ham o'sha narsani olib kelishi mumkin. Bu ishchi rejimiz bu o'sha obyektni katta hajm kichik hajmiga qarab turibdi. U fokus masofasini topishda. Obyektni qo'yganingizdan keyin elektron puchok bilan detektor o'rtasiga qo'yilganda o'shani fokus masofasiga ta'sir qiladi xolos. Bu yerda sensillyator turibdi, feyo turibdi-ku, bu yoqda chiqqan nurni qanchalik agar pastroqda turgan bo'lsa 3D o'lchamda olishingiz mumkin-da. Agar gorizont bilan mana bu datchik o'rtasi gorizontalniy bo'lsa, unda 3D rasm ololmaysiz-da. Datchikdan qancha pastroqda turgan bo'lsa, bu chiqayotgan вторичка elektron sensillyatorda kuchaytiriladi, keyin bu yoqqa feyo orqali усиление qilinib beriladi. Perovskit o'zi agar o'tkazgich bo'ladigan bo'lsa, uni o'tkazuvchan qatlamani qoplash shart emas. O'tkazgichdan qoplashdan maqsad bu yerda zaryad to'planib qolmasligi kerak. Zaryad to'planib qolsa, iskajeniya beradi. Agar zaryad to'planmaydigan yarim o'tkazgichmi bo'ladigan bo'lsa, unda ustiga napleniya qilish shart emas. Zaryad to'planib qolgan joyida kelayotgan elektron nurga qo'shimcha maydon hosil qiladi, nurni sochadi. Bu yaqinlik. Ya'ni artefakt hosil qiladi. O'chira xavatni o'lchaydi-da. Unisini ko'rishni bilmayman, lekin agar siz aytayotganday bo'ladigan bo'lsa, zaryad ko'proq astroyo'lda to'planadi deyishadi-yu, to'g'rimi? Unda ya'ni agar o'sha uchqur joylarda zaryad to'plansa, o'sha joyda maydon ko'paytiradi-da. Bu maydon keyin kelayotgan nurga ta'sir qilishi mumkin. Endi to'shni bilmayman. Mana. Raskol. Rahmat. Yana savollar bormi? Onlayn ishtirok etayotganlar bormi sizlarda ham savollar? Marhamat, savol bo'lsa berishinglar mumkin. Zalda yo'qmi savollar? Savollar bo'lsa? Demak, savollar bo'lmasa, bugungi seminarimizni yakuniga yetdik deb hisoblaymiz. Ashur Nurbek Shodiyevichga bugungi maroqli seminar uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Onlayn ishtirokchilarga ham rahmat aytamiz. Ha. Aha.
Rahmat katta. Nafaqat filial qatnashchilari emas, hamma bugungi seminarda ishtirok etganlarda rahmat ishtirok etganliklari uchun. Hamda men bir iltimosim bor edi bizni nima shu tashkilotimizdan. Agarda sizlarda qanaqadir takliflar bo'lsa, qanaqa mavzuda hozir o'quv darslarini kutyapsizlar, qanaqa takliflar bor bo'lsa, agar shularni bizga bildirsanglar, bizda kanal bor, PKF filiallari degan. Shu yerga bizga nima murojaat bilan chiqsanglar, biz o'zimiz rejalarimizni ham sizlarning takliflaringiz bo'yicha shakllantiramiz. Bundan tashqari biz filiallardan muhokama qiladigan masalalar bo'yicha ancha ma'lumotlar yuborgan edik. Ulardan qaytar nima javoblar yo'q. Shuning uchun men sizlarga yana bitta ma'lumotni berib yubormoqchiman. Namuna sifatida iltimos filial nimalari rahbarlari, iltimos sizlarga shu biz yuborgan hozirgi ma'lumot nimaga umuman olganda filiallarni maqsadli rejalar bo'yicha men yuborganimga javob kelmadi. Maqsadimiz filiallarni ish nimalari rejalari, keyin bizdan birga hamkorlik ishlarini olib borishligi uchun hozir namuna yuboryapmiz. Bu ma'lumot fakticheski bizni institutimiz to'g'risida to'liq ma'lumot. Ichida 8 ta laboratoriyaning bitta prezentatsiya orqali butun laboratoriya qilayotgan ishlari to'g'risida ma'lumot berdik. Nima maqsadimiz? Shu ma'lumotga qarab sizlar ham o'zinglar o'z davlat universitetlarida rahbarlik qilgan filiallaringiz bo'yicha ma'lumotni bizga shu nimaga obrazец bo'yicha shakllantirib bersanglar. Biz shu ma'lumotlarga juda ham muhtojmiz, negaki shunga qarab o'zimiz rejalarimizni, kelgusi hamkorlik ishlarimizni shakllantirar edik. Iltimoslardan men bugun hozir shu yarim soat ichida yuboraman. Shunga qarab har bitta filiallarimiz, 5 ta filiallarimiz bor. Nima shular e'tibor bilan bizga ma'lumotni nima qilib borsanglar, yuborsanglar. Rahmat.